Internet pingvinlarga to'lib ketdi. Siz obuna bo'ling, men tushuntiraman. But why? Tanishing, bu qahramonimiz o'z yo'lini tanlagan pingvin. Ya'ni matritsani buzib boshqalar kabi qirg'oqda, baliq va suv bo'lgan xavfsiz hududda qolmay, boshqa yo'lni tanlagan pingvin. U yo'lning qiyin va xavfli bo'lishini bilsa-da, baribir o'z maqsadida oldinga intildi. Aynan shu qat'iyati va kreativligi uni mashhur qilib yubordi. Kim o'ylabdi deysiz, 2007-yilda Antarktidada Werner Herzog tomonidan tasvirga olingan hujjatli film fragmenti bugunga kelib trendga chiqadi deb. Adelie pingvini obrazi hayotda o'z yo'lini izlayotgan insonlar uchun ilhom manbaiga aylandi. Ucha olmaydigan qush osmonga yetish uchun eng baland tog'larga chiqishni tanladi. Uni ortga qaytarib qo'yishganida ham to'xtamadi. Maqsadiga erishdimi, oxiri nima bilan tugadi? Bunisi muhim emas. Muhimi, u sayohat qildi. O'z qobig'idan chiqib boshqa go'zalliklarni ham ko'rdi. U chin ma'noda yashadi. Qolgan to'dadagilar esa odatdagidek yashab qolishga harakat qilishdi. Sizchi, siz qaysi tomondasiz? Fikringizni izohlarda yozing. Videoni ulashishni ham unutmang.